Qo'limdan hech qanaqa sizlardan pul olmasdan to'liq qilib topshiraman. Men ham davlatim uchun nimadir foydam tegsin degan maqsadda shu bog'chani 7,5 milliardga o'zimizning sitamizdan qilib berib topshirdik. Qilayotgan maqsadimiz bilsalaringiz tarixda juda bizlarda O'zbekistonda buyuk bobolarimiz, buyuk tarixi bor yurtlar juda kam. Shuning uchun o'sha tarixda qolgan odamlarimizni hammasi elni, xalqni, yurtni dardiga yaragani uchun tarixda qolgan. Bizlar ham niyatimiz shunaqa, mana shu Anvar nomini, yuksalish nomini shunchaki olib ketmaymiz. Xudo xohlasa shu yurtda katta iz qoldiramiz, tarixda qolamiz deb mana shu bog'chani qilyapmiz. Qayerda obyekt boshlasak, o'zimiz qo'limizdan kelgancha odamlarni joyini topib, 5 ta, 10 tadan xonadon topshirib ketamiz. Xudoga shukr, hozirda 150 dan ziyod bolamiz bor. 35 dan ziyod oilamiz bor. Ana shu oilamiz, mana shu bolalarga qilinayotgan narsalarda, mana shu sizlar bo'lmasalaringiz, ustalarimiz bo'lmasa, komandamiz bo'lmasa, hammamiz birlashmasak, bu savobni bizlar ham ola olmaymiz. Shu savobga birga sherikmiz, birga qilyapmiz. Mana shu bog'chani ham men Samarqanddagi mijozlarimiz bilan birga qilganman. Ayta olaman, ularning hissasi katta. Hammamiz qandaydir nimadir qilib beryapmiz, shu davlatimizda o'rnimiz bo'ladigan farzand bo'lamiz deb qilyapmiz. Endi Xudo xohlasa sizlarning bog'chalaringizda ham uzunligi xuddi shuncha, lekin qavati bitta katta.